Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. 2026-yil Ramazon hayiti Zamin.uz ma'lumot berishiga qaraganda Ramazon hayiti sanasi bo'yicha muhim ma'lumot aytildi. Turkiy Davlatlar Tashkiloti Fatvo Kengashi ma'lumotiga tayanib, Ramazon hayiti 20-mart sanasiga to'g'ri kelishi mumkinligini bildirildi. Qayd etish joizki, O'zbekiston musulmonlar idorasi ham mazkur kengash a'zolaridan biri hisoblanadi. Bu jihatdan qaralganda, agar hayit ayyomi O'zbekistonda ham 20-mart kuniga to'g'ri kelsa, bu yil Ramazon oyi 29 kun yakun topishi ehtimoli bor. Ayni paytda bu xabar ko'pchilikni qiziqish uyg'otmoqda, chunki hayit sanasi 20-martga to'g'ri kelishi nafaqat taqvimiy jihatdan, balki Ramazon oyining bu yil nisbatan qisqaroq davom etishi mumkinligini ham anglatadi. Endi ko'pchilik rasmiy tasdiqni kutmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi hali fatvo bergani yo'q. Ramazon hayiti qachonligi hali bildirilgani yo'q. Ramazon hayiti e'lon qilinsa, birinchi bizning kanalda eshitib, yangiliklardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Aziz dindoshlar, videomiz keng tarqalishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni ham unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.